Assalomu alaykum azizlarim va yaqinlarim. Biz mana bugun Seattle shahridagi Amazonga keldik va bu yerda hozir men kirishdan oldin shu Amazonni qanday paydo bo'lgani to'g'risida ozgina tarixini gapirib beraman. Amazon 1994-yil Jeff Bezos degan inson tomonidan tashkil qilingan. Bu inson avvallari oddiy kitobni onlayn orqali sotuvni yo'lga qo'ygan insonlardan biri. Keyinchalik esa bu juda ham rivojlanib, o'z ustida ko'p ishlagandan keyin mana shunaqa katta bir kompaniyaning boshlig'i bo'lgan. Hozirgi kunda Amazon elektron tijorat va bulutli hisoblash, sun'iy intellekt sohalarida juda ham eng katta rivojlangan kompaniya hisoblanadi. Biz bilamiz, hozirgi kunda juda ham ko'p minglab odamlar mana shu Amazonni barcha ko'rsatgan xizmatlaridan foydalanadilar. Biz hozir birgalikda mana shu yerga kiramiz. Bu yer mana shu yerda 3 ta shahar bor va bu kampus hududida joylashgan 3 ta shahar. Ichida juda ham go'zal bog' bor deb aytishdi. Bu bog' asosan mana shu Amazonda ishlaydigan ishchilar uchun qurilgan ekan. Birgalikda ko'ramiz, kiramiz, tomosha qilamiz. Men o'ylayman, bu video sizlarga yoqadi. Birgalikda ketdik, shaharlarning ichidagi bog'larni ko'rishga. Qani ketdik. Mana hozir shu yerdan navbatga turdik ichkariga kirish uchun. Bilmadim hali kira olamizmi yo'qmi? Appointment bilan ekan. Bitta appointment bo'lish kerak ekan. Mana hozir kirishga shu toza appointment turdik, o'chirib ID bilan kiramiz. Stiker oldik. Qo'lga stiker yopishtirar ekan. Mana shunaqa. Dik kiraveramizdan mana shunaqa sharshara ekan, katta sharshara. Tepani ham bir marta mana hozir ko'rsatamiz. Mana shunaqa zinalardan tepaga ko'taramiz. Biz hozir mana ichkariga kirdik. To'g'risini aytsam, men ID ni olmagan edim, lekin bilmadim. Har doim nima deyman, Alloh meni qo'llab turadi deb bo'lgan umiddaman. Shuning uchun mana shu bog'ning ichiga kirdik hozir. ID bo'lmasa ham mana shu tropik va subtropik o'simliklar. Akvarium. Shu yerda mana akvarium ham bor. Baliqchalar. Kattagina akvarium ekan. Qoq markazda o'rtada qo'yilgan. Mana sferani ichiga kirdik. Bu yerda dam olib o'tirish ham mumkin, chunki yuqoriga hozir chiqamiz, zinadan ham chiqish mumkin. To'g'ri yo'l ham bor. Bu sferani ichi subtropik va tropik o'simliklar bilan to'la. Bu yerda mana shu Amazondagi ishchilar vaqti-vaqtida chiqib dam olishadi. Mana shunaqa dam olish joylari qilib qo'yilgan, chunki ishchilar kun davomida har xil stress olishlari mumkin. Mana shu yerda ular muloqot o'tkazishadi, dam olishadi, har xil uchrashuvlar o'tkazishadi va bu yerda 40 mingdan oshiq har xil o'simliklar dunyosi bor. Uncha yaxshi emas, lekin Amazonning avvalgi ko'rinishi mana shu holda bo'lgan ekan. Kelinglar, bundoq qilib ko'rinsa kerak. Bu tarixi. Shunaqa yo'lakcha bo'ylab ketamiz, chunki zinalardan chiqish biroz noqulayroq va yo'lakchalar juda qulay qilingan, lekin mana qarang, daraxtlar qanaqa baland, xuddi bir o'rmonning ichida yurgandek yurasiz. Mana gullarni ko'rsatib boraman. Ajoyib, ha? Shu nimaning ichida shunaqa nima deydi? Daraxtzor nimalar borligi. Va mana buni hozir ko'rsataman. Sug'orish mana shunaqa bo'lar ekan. Mana tepadan suv purkalayapti. Oy. Ikkilik sug'orish shunaqa ekan-da, demak bularni. Ajoyib. Bir nimaning ichida kampus deb aytamiz. Bir dumaloq shu shaharning ichida shunchalik ekin, daraxtlar ekilib, insonlarni dam olish uchun qilingan sharoit. Shombiga o'xshagan gul ham bor ekan.
ko'cha tarafga olyapman. Mana dam olib, hordiq chiqaradigan joylar qilingan. Barchasi ishchilar uchun. Juda ham chiroyli bo'lgan, ajoyib. O'simlikka ham e'tibor berasizlar. Buni mana shu yerda yozib qo'ygan. 1,5 metr, 2 metrgacha balandligi ko'tarilar ekan. Baylarini qarang buni. Mana o'z dastxatingizni qoldirishingiz mumkin ekan liftgacha. Mana shunaqa ovqatlanadigan joylari, albatta hamma yerga o'xshagan mana shu Amazonning do'koni, emblemalari bilan maykalari va mana shunaqa insonlar o'tirib dam olishlari mumkin bo'lgan joy. Biz yana zinadan yuqoriga ko'tarilamiz. Yerda o'tirib, suhbat qurib, har xil uchrashuvlarni o'tkazish mumkin bo'lgan joylar. Mana shu yerdan boshlab kelib, bu daraxtga aylanar ekan. Bu esa bu urug'dan boshlanib, mana shunaqa gullab, mana shunaqa gul bo'ladi. Mana hozir gulini ko'rsatamiz. Mana bu guli. Va bu mana hozir daraxt holidagi shunaqa daraxt. Uzoqroqdan ko'rsatamiz hozir. Balki shunday qilib mana. Bo'yi 1 metrgina. Nima deyishdi? Shu sal go'sht hidlanadi-ku, shunaqa hid chiqadi deb aytishdi. O'sadigan joylari mana bu Osiyo davlatlaridan, Malayziya va Tailanddan keltirilar ekan. Ketdik yana zinaga ko'tarilishga. Shu zinalardan ko'tarilib ham o'rganib qoldim. Yuqoriga chiqamiz. Yana ham yuqoriroqqa chiqdim. Bir ajoyib ko'prik ekan. Vau! Ko'prigi liqillar ekan. Mana shunaqa tepalidaman hozir. Bu esa ko'prik, yog'och ko'prik. Va mana shu mana bu pastda mana shunaqa besetkani ko'rsataman sizlarga. Mana kelib dam olish o'tirish mumkin. Hali yana bir qavati bor ekan tepaga chiqish uchun. Kirsangiz daraxtlarda yashil qutichalar osilgan. Biz so'radik. Bilasizlarmi, har bir daraxtga hasharot, qurtlar tushar ekan. Lekin mana shu hasharot, qurtlar mana shunaqa baylarni yeb qo'ymasligi uchun ular mana shunaqa yashil qutichalarga maxsus qurtlarni olib kelib qo'yishar ekan. Mana shu qurtlarni daraxtda hosil bo'lgan qurtlar iste'mol qilish uchun. Qarang, qanchalik o'simlik dunyosi saqlangan. Mana shu bu yerga boshqa qurt olib kelib qolib, bu qurtlar shu qurtni yeyish uchun. Va yana bir narsani ko'rsataman. Mana shu daraxtga qarasanglar, daraxtda har xil boshqa daraxtlar chachishgan. Bu tabiatda shunaqa, ya'ni tabiatda qushlar urug'ni olib ikkinchi daraxtdan uchinchi daraxtga qo'yadi va bir daraxtda har xil daraxtlarni ko'rish mumkin. Lekin bu yerda mana shu tabiiylikni yo'qotmaslik uchun sun'iy ravishda shu narsani, mana qarang, sun'iy ravishda shu narsani qilishgan, ya'ni tabiat haqiqiy tabiat bo'lsin deb mana bitta daraxtda boshqa daraxtni ko'rishingiz mumkin. Mana shu yerda ko'rsataman. Bu sun'iy ravishda, lekin tabiatda qushlar mana shunaqa urug' tashab daraxtga, ekinlarga boshqa bir daraxt yoki o'simliklarda boshqa bir o'simliklarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda esa hammasi tabiiylik, tabiiylikka monand xos qilingan. Pastlik, men yana yuqoriga ko'tarilaman va nima deydi? Cho'qqiga, ya'ni marraga chiqamiz, yana yuqoriroqqa. Mana obunachilarim, hurmatli obunachilarim, eng cho'qqi marrasiga ham chiqdik. Mana boyga ko'rsatgan daraxtni yuqori qismidan ko'rsataman. Bu tepa qismidan. O'sha pastlikdan chiqdim. Ko'rinayotgan bo'lsa. Shu gulturni ko'p joyda uchratdik va buni 3000 dan ortiq turi bor ekan. Qaranglar, baylarini kattaligini juda ham katta va oxirgi nuqtada
Mana shu o'rtada ajoyib daraxt. İnsanlar albatta dam olishyapti, lekin mana shu yerdagi gullarning, o'tlarning qanday sug'orishini uzoqdan ko'rsataman. Ya'ni suv purkash yo'li bilan. Mana suv purkali, ventilyatsiya, havo hammasi mo'tadil ushlab turilmasa, shuncha tabiiy o'simliklarni menimcha asrab turish qiyin bo'lsa kerak. Va bu yerda mana biz chiqqan shu shaharning nomi Spera deb aytiladi. Bu yerda ham mana o'simliklarga suv purkash. Shuni ham ko'rsatyapman birato'la. Va mana shunday aylanib, menimcha shu yerning ishchilarimi, mehmonlarmi bilmadim. Biz mana bu yerga chiqdik. Mana shu Spera 3 ta shahardan iborat. Biz mana eng yuqorigi katta shaharga chiqdik. Men tashqaridan sizlarga ko'rsatdim. 3 ta shahar va bu ikkala shaharning ichi ham bog'. Va bu yerda yonida kichkina shahar, uni biz aylanib o'tdik. Mana hozir yo'l-yo'liga ikkinchi shaharni ham ko'rsataman. Shaharlarni bilasizlarmi? Mana shu tepasidagi dumaloqdan ajratdim. Bu eng katta shahar va zinalardan chiqish davomida mana bu keyingi shahar va 3 ta shahar yonma-yon joylashgan va uchala shahar ham ko'm-ko'k bog'lardan iborat. Mana shu Seattle shahridagi Amazonni bir nima ekan, ofisdamiz. Bu yerda 50 mingdan ortiq ishchilar ishlaydi. Va Amazonning 1 yillik daromadi men 23-yil hisobini oldim. 127 milliardni tashkil qilar ekan. Bu juda ham katta summa. Hozir yana ko'ramiz, qani ketib qolgan tomosha qilish. Mana shunaqa salfetkalar, qo'lni tozalash uchun sanitayzerlar qo'yilgan juda ko'p joylarda. Hozir esa mana shunaqa tepalikdan pastlikka qarab ketyapman va mana shu kampus hududida joylashgan 3 ta katta shaharda bo'lgan bog'ni aylanib chiqdik. Albatta men boya kirishda aytganimdek, bu yerga sizda ID bo'lishi shart, oldindan appointment qilgan bo'lishingiz kerak. Tekshirib kirgizishar ekan. Bu albatta qonun, hamma joyda bir. Biz esa hozir nima desam ekan, mana shu yerdan turib balkim sizlar bilan xayrlashaman. Bu shu Amazon hududida joylashgan, kampus degan hududda joylashgan 3 ta shahardagi joylashgan, ya'ni 3 ta shahar ichidagi bog'ni kelib ko'rdik deb aytsam ham bo'ladi. Va Seattleda bo'layotgan sayohatlarimiz yana davom etadi. Sizlarga yana ham qiziqarli narsalar ko'rsataman, xudo xolasa. Qani ketdik bo'lsa, ketdik.